va oilada qanaqa bo'ladi, ya'ni oilada turmushga chiqqandan keyin ham o'zini xohish va istaklarini bilmagan ayol har doim turmush o'rtog'ini xohishi bilan, qaynota qaynasi, atrofdagi insonlarning xohishi bilan yashaydi. Nima yesangiz mayli, men shuni yeyaveraman, mayli menga bu uradi, o'zingiz tanlayvering, nima xohlaysan desa, siz nima xohlasangiz shu degan narsa bilan yashaydi va bilamizki, bunaqa juftliklarda bir erkak ham o'zini xohishi yo'q yoki kaprizi yo'q, udobni ayollar oldida asta-sekinlik bilan zerikishni boshlaydi. Chunki xuddi men nima xohlasam, yonimdagi odam shuni xohlasa, bu meni egizagim bo'ladi. Xuddiki men o'zimga moslayman. Va inson o'ziga o'xshagan bir xil inson bilan yashashdan asta-sekinlik bilan zerikishi mumkin. Shu uchun ham bu oxir oqibat men kim uchundir o'zim xohishlarimdan voz kechishni boshlaganimda